Men senga bo'ldi qil dedim. Seni taniy olmayapman. Sen kimsan? Shovqin qilmasdan borib yuvinib kel. Agar pardoz qilsam, imtihondan yaxshi baho ola olmayman. Agar yuvinsam, imtihondan past baho olaman. Ikkingizni ham baholaringiz yaxshi emas. Imtihondan o'ta olmaysizlar. Jinlar. Ba'zan ichimizdagi hissiyotlarga juda ham ishonib qolamiz. Hammada ham ichki tuyg'ular mavjud. Nima, seni jinlaring bormi? Doim imtihondan yaxshi baho olasan. Bu juda oddiy. Garov o'ynashim mumkin. Agar noto'g'ri bobni o'qisang ham yaxshi baho olasan. Sen ham shunday o'ylaysanmi? Baholaring yaxshimi? Yo'q. Kecha yaxshi o'qiy olmadim. Nega? Axir kecha biz bilan tayyorlangandik-ku. Bu to'g'ri. Kecha bizga xiyonat qilib, aqlli bolalar bilan ketib qolganding. Hay. Qochib ketdingiz-ku? Ha, to'g'ri. Birinchi bo'lib biz o'yin o'ynash uchun ketib qoldik. Bugun rostdan ham o'qimoqchimiz. Kelinglar dars qilgani kafega boramiz. Men borishni istamayman. Bolalar, unda birgalikda kutubxonaga boraylik. Kutubxona juda ham sokin. Biz u yerda o'ynay olmaymiz, dars qila olmaymiz. Kutubxona o'qishi shart emas bo'lgan odamlar uchun. Men sizlarni rostdan tayyorlanmoqchi deb o'ylabman. Bu ikkisi u yerga to'g'ri kelmaydi, chunki u yerda faqat aqlli odamlar bor. Nima? Men qanday o'qishni yaxshi bilaman. Sen nega bizni kamsityapsan? Sen ham birga borasan, shundaymi? Yo'q. Ketdik. Sen va men internet kafegami? Ha. Salom. Bu yerga kelishingni aytmaganding. Men sen uchun ham joy olib qo'ydim. Katta rahmat, juda ham xursand qilding. Etika daftaringni ko'rsam bo'ladimi? Etika daftarimnimi? Katta rahmat. Shu kunlarda juda ham tez charchayapman. Yaxshi uxlay olmaganimdan darslarga ham e'tibor bera olmayapman. Senmi? Kecha imtihon savollarini ham yodlashni esdan chiqardim. Aytgancha nega kutubxonaga kelding? Odatda xonangda dars qilarding-ku. Men shunchaki xavotir oldim. Bir o'zing o'qisang zerikib qolasan axir. Tavba, hamma bilan bunday gaplashishni bas qilishing kerak sen. Nima demoqchisan? Men faqat senga mehribonman. Albatta. Aytgancha xonangda dars qilmabsan-da, otanang juda ham qimmat pul to'laydi u yerga. Bunday qilishni yoqtirmayman, chunki asabimga tegadi. Yana alohida yozib o'tirish kerak. Buni ota-onam xohlaydi. To'g'ri. Bizda odamlar juda ham g'alati ko'rinadi menga. O'quvchilar doim o'quv mashg'ulotlarida bo'ladi. Qanchalik ko'p o'quv-xonasida bo'lsak ham, Koreya ota-onalari hech qachon farzandlarini dam olishga qo'yishmaydi deb o'ylayman. Hozir o'qish bilan band bo'laman. Menga boshqa gapirmay tur. Unda men ham shunday qilaman. Biror nima yeb ol. Hammaning o'z maxsus jini bo'ladi. Ammo imtihonlar jinga bog'liq emas. Ammo hamma buni omad deb o'ylaydi. Nega? Boshqa odamlar bu omadga yetishgunimizcha qancha harakat qilganimizni bilishmaydi. Men uchun jinlar bu o'zimning sayf harakatlarimdir. Aytgancha.
Men o'zimni oxirigacha tekshiraman. Xush kelibsiz. Men doim tekshirardim. Biror xato qilib qo'ymadimmikin? Imtihon paytida bodom yeysan, to'g'rimi? Nima? Ha, bu men uchun odatga Kofe aylanib sotib qolgan. olmoqchi emasmisan? Ha, aytgancha kofe. Mana, oling. Men doim buni esimdan chiqaraman. Lekin siz buni qayerdan bildingiz? Chunki men senga qiziqib qoldim. Hazil qilishni bas qilsangizchi. Jiddiy aytyapman. Seni kartang yo'qmi? Onangning kartasidan foydalanasanmi? Ha, hozircha shunday. Bu seni yana bitta jiningmi? Bu juda ham ko'p emasmi? Odamlar seni shaman yoki shunga o'xshash nimadir deb xato qilishi mumkin. Aytgancha, men siz haqingizda bir narsani eshitdim. Bu yerda kechasi bilan ishlar ekansiz, a? To'g'rimi? Ha. Men tez orada ishdan ketaman. Omad. San'at mutaxassisi. Albatta. Yaxshi qoling bo'lmasa. Qasam ichishim mumkin. Men o'qiganim yo'q. Menga savol ber. Bason ideologiyasi deb nimaga aytiladi? Liberalizm. Imperializm. Ular bir xil narsaga o'xshaydi. Men yo'l bo'yi 196-betgacha o'qib keldim. Fransis Bacon haqida gapirishdi, ammo ular qanday qilib osongina xato qilishlari mumkin? Bu juda ham g'alati emasmi? 단연 경험이다. Voy, kechir. Yo'q, hammasi joyida, qo'yaver. Imtihonda omad tilayman. Odamlarning odati juda ham g'alati. Ular uchun kechirim so'rash juda oson. Bu menga umuman yoqmaydi. Imtihon vaqti bo'ldi. Joyingizga o'tiring. Men buni xohlamayman. Boram, joyingga borib o'tir. Xo'p. Omad. Bolalar, tayyorlandingizmi? Nima qildingiz? Mana odatlarni qanday ko'rsatish kerak. Uni orqaga o'tkazing. Odamlar bir ishni uddalashni juda xohlashadi. 확인하려 하는 것은 Ular bunga juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rishadi, ammo uddalay olmaydi. Uddalay olmaslikning sababi bu ishonchsizlik bo'ladi. U daho emasmi? Noto'g'ri bo'limni o'qigan bo'lsang ham bitta xato qilibsan. Nega hammangiz xonani o'rab olgansiz? Nimadir bo'ldimi? Biz 196-betgacha o'qishimiz kerak edi. Ajablanarlisi, Kim Xanam 169-betgacha deb o'ylagan va faqatgina bitta xato qilgan. 아니라니까. 하나 틀린 게 신기하다니까. Hoy, bolalar, uni asabiga tegishni bas qilinglar. Keyingi safar yaxshi topshirasan, hammasi joyida. O'zing yaxshi topshirdingmi? Nima? Ha, o'tgan safargidan ko'ra ancha yaxshi. Menimcha 3 ta yoki 4 ta xato qilgan bo'lsam kerak. O'ylashimcha menda bittasi to'g'ri. Nega men xafa emasman? U bitta xato qilgani uchun xafa bo'lyapti. Axir bu bitta savol-ku. Nega yig'layapsan? Agar o'rningda men bo'lganimda, onam qizil gilam solib, qovurilgan tovuqqa buyurtma berardi. Bo'ldi, bas qil. Shunchaki bitta savol-ku. Meni jahlim chiqyapti. Men hamma sahifani o'qigan edim, lekin u mendan yaxshiroq bajargan. Men senga bas qil dedim. Nima? Senga bo'ldi qil deyapman. Men qattiq tayyorlangandim. Men uchun bu odatiy hol emas. Bir so'zni deb tashvishga tushyapsan demoqchi edim. Men shunchaki Men hammasini qayta tekshirgandim. Ammo baribir xato chiqdi. Bundan katta muammo yasash shartmi? Imtihon sen uchun hech qanday ma'no anglatmaydi. nega men uchun hech qanday ma'no anglatmas ekan? 나한테 아무것도 아니야. Men ham baholarimdan xavotir olyapman. Faqat oxirgi imtihonda aytyapsanmi? Men baholarimni har semestrda har yili yaxshilardim. Men qattiq tayyorlangandim.
Yig'lama. Men e'tiborli bo'lgandim. Men ishongandim. Yaxshisi endi boshqa narsalar haqida o'ylaganim yaxshi. Hoy. Bu seni burningdan qon oqyapti. Ahvoling joyidami? Unga ro'molcha ber. Hammasi joyida, odatda shunday bo'lib turadi. Bo'lib turadi deganing nimasi? Tibbiyot xonasiga borish kerak hozirroq. Qachon o'zingdan xavotir olishni o'rganasan? Kechasi bilan o'qib chiqqaningning ahvoli shu bo'ladi. Aytgancha, kutubxonaga nega o'zi kelganding? Odatda bunday emasman. Faqat sendan xavotir olaman. Bu uning odatimi? Lekin nega? 그러니까 불안하다. 아까는 미안. Birinchi marta sen va men yolg'iz qoldik. 처음이다, 그치? Ha, to'g'ri. Men aytmoqchi edimki, 나는 hech qachon seni jahling chiqqanini ko'rmagan edim. 보내는 거 처음 봐서 Bundan ajablandim. 그랬잖아. Muomalam uchun meni kechir. Sen va men uchrashyapsizlarmi? 민이랑 사귀냐? Nima? Men aytmoqchi edimki, 나는 ikkalangiz kutubxonada birga dars qilasiz. Shunday bo'lishi mumkin deb o'ylagandim. Yo'q, biz uchrashmaymiz u bilan. Hechqisi yo'q. Menga aytishing mumkin. Biz uchrashmaymiz. Shunday bo'lishi mumkin. Aytyapman-ku, unday emas deb. Aytaver menga. 괜찮다니까? Senga boram yoqadi, to'g'rimi? Uni yoqtirasan-a? Yo'q. 아니? Yoqtirasan-ku.